안녕하세요, 여러분. barchaga assalomu alaykum. Koreys tilini o'rganishda endi birinchi qadamini tashlayotgan, bu yerda koreyscha so'zlarni ko'rganda, qaniydi nima deb yozilganini hech bo'lmaganda o'qiy olsaydim deydigan do'stlarimiz uchun va albatta koreys tili va Koreya haqidagi bilimlarini yaxshilab oshirmoqchi bo'lgan do'stlarimiz uchun atayin tayyorlab mo'ljallangan Koreal One nomli intensiv kursimizga xush kelibsiz deyman. Men o'qituvchingiz Sherzod, Koreyada 5 yil o'quv va ish tajribasiga ega, Topiq 5, KP5 darajalarini qo'lga kiritgan ustoz sifatida sizga sifatli ta'lim berishga harakat qilaman va umid qilamanki, shu kursni tinglayotgan barcha do'stlarimiz ham kurs oxirigacha o'zlari va men kutgan natijalarga erishishadi. Kursimizdan mo'ljallangan maqsadlarga to'xtalsak, bular asosan 4 ta. Albatta bu birinchisi koreys tili va yozuvi bilan tanishish. Ikkinchisi aytilmaydigan, ya'ni textbook, ya'ni kitoblarda yozilmaydigan real koreys urf-odatlarini o'rganish. Keyingisi Koreya va koreys tili men uchunmi? Ya'ni koreys tili menga mosmi yoki Koreya menga mosmi kabi savollar bilan qiynalib yurgan do'stlarimiz uchun bilimlar bo'lishish va bu bilimlar orqali ushbu do'stlarimiz o'zlariga javob topishida ko'maklashish va Koreyada ish izlash bo'yicha real ko'nikmalar berib borish. Shu maqsadlar bilan birinchi darsimizni boshlaymiz. Xo'p, bugungi birinchi darsimizda avvalo Hangul degan narsa o'zi nimaligini, uning ierogliflardan farqi nimaligini ko'ramiz va harflarni tushunish uchun legolarimiz bilan tanishib, ulli va undosh hosil qiladigan bloklarni ko'rib chiqamiz. Demak, boshladik. Xo'p, Hangul o'zi nima? E'tibor bersangiz, Hangul so'zini eski kirilchada yozganman. Chunki koreys tilida tovushi bor va u ruschadagi bilan juda o'xshash. Demak, Hangul bu koreys tilida, shuningdek Indoneziyaning Buton orolidagi Chacha, menimcha to'g'ri aytdim, Chacha tilida qo'llanilayotgan harfga asoslangan noyob yozuv tizimi hisoblanadi va 1443-yilda, ya'ni hozirdan taxminan 600 yil avval Choson davlati qiroli Qirol Sejong yaratgan yozuv. Shunda savol tug'iladiki, Indoneziyadagi bu xalq nima koreyscha gapiradimi, hangul ishlatadi? Yo'q, ular o'z tilini fonetik, ya'ni yozuv jihatdan koreys hangul yozuvi juda yaxshi ifoda qilgani uchun hanguldan foydalanishga o'tishgan. Qiziq bo'lsa, Google qilib ko'rsanglar, ko'proq tanishsanglar bo'ladi. Keyingi savolimiz, hangul bu ieroglifmi? Ya'ni xitoycha yozuv bilan bir xilmi? Bu savol menimcha koreys tilini o'rganayotgan deyarli barchadan so'ralgan savol bo'lsa kerak. Shaxsan o'zim ham juda ko'p olganman. Koreyscha yozuv ko'rsatib, xitoychami bu yoki koreyschami deb so'rashadi. Yozilishi juda o'xshash-ku, xitoychami bu kabi savollar. Xo'p, avvalo tan olish kerak, hangul yozuv sifatida na xitoycha, na koreyschani bilmagan kishi uchun ieroglifga rostdan ham o'xshaydi. Yaponchaga ham. Hozir kichik bir o'yin uchun testcha qilamiz. Testimiz hangul yoki ieroglifmi deb nomlanadi. Berilganlardan qaysi biri hangul yoki ieroglifligini topishingiz kerak bo'ladi. Xo'p. Qani ketdik. Hangulmi, ieroglifmi? Ieroglifmi, hangulmi? Hangul yoki ieroglifmi? Xo'p, 5 sekund vaqt. Shu 6 ta shakldan qaysi biri hangul, qaysi biri ieroglif, o'zingiz miyangiz uchun tasavvur qilib oling va javoblarni aytaman. Qani? Xo'p, bu yerda instinkti yaxshi do'stlarimiz menimcha yaxshi ballar olishadi. Demak, bu yerdagi yozuvlarimizdan birinchisi bu hangul edi. Tabriklaymiz.
Va ikkinchi hangilimiz bu pastdagi mana bu shaklimiz edi va oxirgi shaklimiz hangil mana shu shaklimiz edi. Qolganlari esa hammasi ushbu keltirilgan hangil yozuvlarimizning to'g'ridan to'g'ri xitoycha variantlari, ya'ni iyeroglif variantlari edi. Shu qiziq holatki, hangil ko'rinishdan xitoychaga o'xshagani bilan hali aytganimdek, hangil harfga asoslangan yozuv, iyerogliflar esa bir so'z uchun bitta shaklcha tamoyiliga asoslangan. Aynan qirol Sejong ham hangilni yaratib targ'ibot qilganda uni nima deb atagan? Ya'ni Xunmin, o'zim hozir kompyuterda yaxshi yozolmayapman, lekin Xunmin Chong'um deb atagan. Ya'ni bu degani xalqni o'qitish uchun to'g'ri tovushlar. Chunki o'sha davrda Koreya Xitoy yozuvidan foydalanardi. Tarixni bilganlar yaxshi bilishardi va iyerogliflar oddiy xalq uchun o'rganish juda qiyin narsa edi. Va u yaratgan bu yozuv shunaqa ajoyib yozuv bo'lganki, u bilan istalgan koreyscha bo'lmagan so'zlarni ham yozish imkoni bor. Bu uchun esa faqat yozishning qoidasini bilsangiz bo'ldi. Va bu qoidani siz bilan endi sekin birma-bir tanishib chiqamiz. Xo'p, endigi mavzuyimiz Legolar haqida. Yoshligida ko'p o'ynaganlar yoki menga o'xshab hozir ham Lego o'ynab turadigan do'stlarimiz bo'lsa, bu mavzu aniq qiziq bo'ladi deb o'ylayman. Bilamiz, Legolarni o'ynaganda Lego g'ishtchalarni bir-biriga jipslashtirib, har xil shaklchalar yasaladi. Xuddi shunga o'xshab, koreys tilida ham so'zlarni bir yoki bir nechta Lego shaklchalardan yasalgan shaklchalarga o'xshatish mumkin. Xo'p, har bir tovush bir yoki bir nechta Lego g'ishtchalardan iborat. Misol aytaylik, bizda ikkita Lego nima desa g'ishtchasi bor va ularni birlashtirsak yangi bir Lego shakliga ega bo'lamiz, to'g'rimi? Shunda koreys tilidagi so'zlarimizda bir yoki bir nechta bo'g'imlar bor desak, misol uchun Xun, Min, Chong, 4ta bo'g'im, to'g'rimi? Unli va undosh harflar bu Lego g'ishtchalari deb tasavvur qilsak bo'ladi. Va bu g'ishtchalarimiz ba'zida to'g'riga qarab, ba'zida pastga qarab yopishtiriladi, ya'ni yoziladi. So'zdagi birinchi tovushimiz undosh bo'lgan holatda ba'zi unlilar undoshning tagidan yoziladi. Ba'zilari esa to'g'ridan to'g'ri yoziladi. Ya'ni ba'zilari to'g'ridan to'g'ri, ba'zilari esa pastga qarab yoziladi. Misol uchun aytaylik, bu harfimiz ne undoshimiz. Biz unga i unlisini qo'shsak nima bo'ladi? Ni tovushini beradi, ni so'zini beradi. O'ngdagi namunamizda esa u unlisi bilan birikib, n undoshimiz, demak u unlisi bilan birikib bizga n tovushini hosil qiladi. Demak, bu yerda nima har xil? Undoshga yopishayotgan unli harfining yozilish qoidasi har xil. Demak, ba'zi unlilarimiz undoshga to'g'ridan to'g'ri yopishadi. Ba'zi unlilarimiz esa undoshga pastdan biriktirib yoziladi. Unchalik qiyin emas. Bu o'zi nimaga kerak? Unlilarning to'g'riga yoki pastga yoziladigandan qaysi biriga oidligini eslab qolib, biz istalgan xoh koreyscha, xoh chet el tovushlarni, so'zlarni yoddan yoza olasiz. Hop, Legolarimizga qo'shimcha qilib, koreys tilini ko'proq o'rganib borganingiz sari, ya'ni 6 oy yoki 1 yildan keyin sezadigan narsalardan biri bu shu bo'ladiki, har bir bo'g'in yoki so'z ikkita yoki ko'pi bilan 4 ta g'ishtchaga ega bo'ladi. Ya'ni misol tariqasida quyida bosh harfi undosh bilan boshlanadigan, eslab qoling,
e'tibor beringlar, bosh harfi undosh bilan boshlanadigan so'zlarning unli harfga qarab, unli harfning yozilish qoidasiga qarab yoki to'g'riga yoki pastga yozilishiga qarab qanday yozilishi ko'rsatilgan so'zlarning. Ko'rganingizdek, legolarimizdagi eng ko'p g'ishchalar soni 4ta. 4ta. Ikki holatda ham. Eng kam yozilish holati bu 2 ta. Va xuddi shunday unli harf bilan boshlanadigan lego shakllarimizni ko'rsak, ya'ni bular bu tarafda. Demak, hozir bu yerda o'tkir yashil bu undosh harf, unli harf esa ochiq nima rang bu? Yashil rangda berilgan. Demak, unli harf bilan boshlanadigan holatlarimizda esa eng kami bu 2 ta, eng ko'pi esa 3 ta. Tasavvur hosil qilish uchun birma-bir yozib chiqamiz. Hali yozgan harflarimiz demak n. Hozircha oddiy koreyscha bo'lmagan harflarda yozaman. Shunchaki tasavvur uchun n va i harfi edi. Demak, shu tartibda va undosh harf. Undosh, unli, ikkita boshqa harf va ikkita undosh. Birga kelgan holati va keyingisi pastga yozilishi. Pastga yoziladigan harflarimizdan biri bu u harfi edi, to'g'rimi? Unli, undosh, unli va undosh. Undosh, unli va ikkita undosh birga. Va bu yerda esa unli harf birinchi kelsa, demak, bu yerda bo'ladi, xohlasak i yozamiz, keyingisini demak n. Xohlasak u bo'ladi, xohlasak n. Unli va bu yerda ikkita undosh. Xo'p, bu holatlarning har birini hali so'zlarni o'qiy boshlaganimizda o'zinglar guvohi bo'lib tushunib boraverasizlar. Bu shakllar va legolarimiz esa, shu o'yin esa sizlarga koreys tili yozuvining o'ziga xosliklarini biroz vizual, ya'ni tasavvur qilib tushuntirishning bir yo'li edi. Shunday qilib sizlar bilan birinchi qisqa tanishtiruvchi darsimiz shu yerda yakuniga yetadi. Koreys tiliga bo'lgan qiziqishingizni davom ettiring. Kelasi darsda ko'rishguncha xayr.